Ota bola naq 1 soat mashq qilishdi. Nihoyat Sora S tovushini ayta boshladi. Oldiniga biroz chuchuk til bilan aytib turdi. Keyin esa to'liq va aniq ayta boshladi. Oxiri o'zi ham mazza qilib, quvonch bilan takrorlay boshladi. Sora, 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 Sora. Sora o'zining ismini tinmay takrorlashga tushdi. Xonada yugurib, aylana boshladi. Go'yo erishgan yutug'idan mast edi u. Yusuf esa unga qarab to'ymas. Quvonchning zo'ridan ko'zlaridan tinmay yosh oqardi. Shu payt yugurib yurgan Sora birdan Yusufning oldiga kelib, jilmaygancha dedi: "Yusufning Sorasi." Yusuf bunday baxtdan o'zini tutolmay, quvonchi ichiga sig'masdan qichqirib yubordi. "Yusufning Sorasi, Yusufning joni, Yusufning yuragi, Yusufning umri. Voy mening asal qizim." So'ng ikkovi borib Fatimani quchoqlab yuzidan o'pishdi. Butun dunyoni bag'riga sig'dira olgan mehrli yurak sohibasi Fatima.